subsidiyaga xonadon xarid qilaman degan mijozlarimiz uchun kirib yashashga tayyor holatda bo'lgan 2 xonali xonadonimiz sotuvini e'lon qilamiz. Asaka City'da qurilgan ushbu xonadonimiz Asakadagi eng obro'li kompaniya, ya'ni Imorat Inshoot tomonidan qurilgan ushbu xonadonimiz 4-qavatda joylashgan. Ushbu 54 kvadratli xonadonimiz subsidiya asosida sotib olingan, 1 yil to'langan davri bor. Oylik to'lovlari hozirgi kunda 4 million so'mdan to'lanyapti. Hozir birgalikda xonadonimiz ichki ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Xonadon kirganda xuddi shunday koridor kuchi bo'ladi. Bu yerda domofonlari kirgan, optik tolali simlar ham tashlab ketilgan. Kirganimizda chap tarafda birinchi xonamiz, sanuzili, to'liq jihozlangan. Bu xonamiz bo'lsa, kattalar uchun yotoqxona. O'ng tarafda keyingi xonamiz bo'lsa, oshxona qismi to'liq jihozlangan. Bu xonamiz bo'lsa, mehmonxonasi, o'zining katta keng balkoniga ega. Bu xonadonning fishkasi, balkoni, bolalar maydonchasiga qarab turgan, bolalaringiz o'ynasa, qarab tomosha qilib turishingiz mumkin. Asaka City'da ushbu Imorat Inshoot tomonidan qurilgan domimizda yaxshi bir tomoni markaziy qozonxonaga ulangan, qo'shimchasiga podvalda o'zining kladovkasi ham bor. Ushbu kirib yashashga tayyor holatda bo'lgan xonadonni siz boshlang'ich to'lovni 7,5 ming dollar bilan xarid qilishingiz mumkin. Kredit boshqa odamning nomidaku degan mijozlar uchun egalari tomonidan notariusdan qarshi shartnoma qilib beriladi, tilxat so'mka qilib beriladi. ZAGSda bo'lgan ayolni ham rozilik xatlarigacha olib beriladi. Barcha hujjatli ishlari qonuniy tarzda Asia House tomonidan qilib beriladi. Batafsil hamda qo'shimcha ma'lumotlar uchun ushbu raqamga qo'ng'iroq qiling.